Uyghurlarning medeniyette chikinishidiki tarixiy sewebler. Aptori Ghalip Barat ئەرك. Uyghurlar qadimki davrda tereqqi qilgan sharq xalqlaridan biri edi. Ammo yaqinqi 3-4 asrda taraqqiyotda eng qaloq holatga tushib qoldi. Bu zodi nima uchun? Birinchi, taraqqiyatning aldinqi sherti Tënchliq bolmig'an. Tarix batlarini varaqlaydigan bo'lsak, bilalaymiz-ki 1600-yildan 1900-yilgacha bo'lgan 300 yil Uyg'ur jamiyati butunlay urush o'ti ichida qolgan, hamma yerni qon hidi purab turadigan jamiyatga aylangan. Saidiya xalqining odilligi bilan dang chiqargan sultoni Abdukarim xonning qasdga uchirishi bilan xandonliq xaroblashishga yuzlandi. Xonliq doirasi xonzodalarning ustunlik, boylik, xonliq territoriya, ya'ni zimin talshadigan urush sahnasiga aylandi. Bir mezgil gullangan bu davlat halokatga yuzlandi. Sultan Saidiya xondan boshlangan so'pilarga murid bo'lish avjiga chiqib, butkul xalq bir qancha to'pqa bo'lindi. Aslidan xonaqalarda istiqomat qilayotgan so'pilar huquq talashish kurashlariga aktiv ishtirok qildi hamda qasdlab o'ltirish, muridlarga rahbarlik qilib, hokimiyat talashish kurashlarida az bo'lmagan qirg'inchiliklarning bevosita sababkorlariga aylandi. Oxirgi hisobda so'pilarning bo'lginchilik va hiyla mikrlari Saidiya avlodlarining iqtidorsizligi tufayli 1680-yili hokimiyat Uyg'urlardan Jo'ng'arlarning qo'liga o'tdi. So'pilar Jo'ng'arlarning sodiq g'alchilariga aylanib, o'zlarining qo'rchoq hokimiyatini tiklashga muyassar bo'ldi. So'pilarning Jo'ng'arlar yordamida tiklagan bu qo'rchoq hokimiyati amaliyotda xalqni ekspluatatsiya qilib, boylik to'plab, uni xo'jayinlarga so'q qilib, xalqni texmo dahshatlik vayronchilikqa giribdor qildi. So'pilarning dahshatlik zulmi ostida Uyg'ur xalqi Jo'ng'arlar uchun siyliq to'lab, qul dedak tutib berdi. Butkul Uyg'ur diyori so'pilarning Oqtog'liq va Qortog'liqdan iborat ikki mazhabning hokimiyat, murt, boylik talashadigan, o'zaro qirg'inchilik qilishadigan halokat maydoniga aylandi. Bu ikki mazhab qirg'inchilik qilishgandan sirt, o'zlarining sofistik ideyasi bo'yicha madaniyatni qattiq ta'qib qilib, madaniyatni xalq turmushidan va Uyg'ur jamiyatidan yo'qotmoq bo'ldi. Jumladan madaniyat arboblarini qirg'in qilib yo'qotdi. Hokimiyat Jo'ng'arlar va ularning homiyligidagi so'pilarning qo'lidan Manju Qing imperiyasiga o'tgandan keyin Qing sulolasining chirik hukmronlari bir turkum yerlik feodallar bilan ig'iz burun yalishib, xalqqa ig'ir zulmlarni soldi. Natijada puhralar ig'ir zulmga qarshi ko'p qatim qo'zg'olon qilgan bo'lsa-mu, intayin dahshatli bostirildi. Ushturpan jigdi yig'liqi, ya'ni bu urushda butun xalq qirg'in qilib yo'qotilgan degan ma'lumotlar bor va har qatimliq qo'zg'olonning mag'lubiyatidan keyin xalqning yurt makonini tashlab boshqa yurtlarga ko'chishi, Shimoliy Shinjongda qirg'in qilib odam qolmaganda
Mahmud Qashqariyning Türk Tilla divanida bu yerda xeyli ko'p Uyg'urlarning barligi, ularning shaharlari bo'lganligini yozgan. Janubdan aholi ko'chirishi shuning misolidir. Xalqning qo'zg'alonlari ha degandila mag'lub bo'lib turdi. Sababi ularning rahbarlik qatlami shakllanmagan. Tarix, Danko yoki Atatürk, Mustafa Kamal kabi rahbarni vujudga keltirolmagan edi. Azadlik harakatlarining nishoni faqat zulmni yo'qotishli bo'lgani uchun inqilobdan xo'jalarmo foydalanib o'z hokimiyatini tiklashga tirishdi. Xo'jalarning to'planlarimo xalqning talafot tortishiga sababchi bo'lib, ziyonlarni keltirdi. 19-asrning keyingi yarmiga kelganda xalq bir qitim keng ko'lamlik azodlik uchun qo'zg'alon ko'tarib, Xotan, Qashqar, Kuchar va G'uljilarda hokimiyatini tikladi. Lekin ularga yetakchilik qilgudak boshchilar bo'lmaganlikdan Xotanda Habibullah Hoji, Kucharda Rashidxon kabi so'pizoid hokimiyat ishlaridan xabarsizlar rahbarlik qilib, bo'linma holatda xonlik qilishdi. Ularda vatan, xalq, millat engi bo'lmaganlikdan birlashib hokimiyat qurib, xalqchil siyosat yurgizishga qodir bo'lolmay, oqibat xalqning g'olibiyat mevasini qo'qonliq Rangvaz Yoqubbekning hiyli mikri oldida tortqizib qo'ydi. Eli sultonligi, Urumchi Sanji Xo'yzo hokimiyati, Kuchar Rashidxon xo'ja hokimiyati, Xotan Habibullah xo'ja hokimiyati va Qashqar Buzruk xo'ja, ya'ni amaliyotda badavlat hokimiyati bo'lib, Aqtog'liq xo'jalarning qo'llashini qo'lga keltirish uchun Jahongir xo'janing o'g'li Buzruk xo'jadan foydalangan. Ning o'zaro istilo urushlari yuz berdi va Yoqubbekning Janubiy Shinjang ham Turpan, Urumchilarni egallab, atalmish badavlat 7 shahar hokimiyatini qurdi. 1878-yil Çin sulolasi hammani yengib, o'zining nisbiy holdagi Tënchliq hokimiyatini yurgizgicha yanala urush davom qilib keldi. Tarix batlarini varaqlab baqsaq, jumladan ayni vaqtda urushga bevosita qatnashgan, urush vayronchiligini o'z ko'zi bilan ko'rgan tarixchi olimimiz Molla Musa Sayramining Tarixiy Hamidi, Tarixiy Aminiya kitoblarini ko'rdigan bo'lsak, bu haqda yetarli tushunchaga ega bo'la olamiz. Misol, atliq g'ozi yigitlari, sarvozlari odam o'ltirishdan charchidi, qo'llari qapardi. Atliq g'ozi qo'shiniga agishib kelgan qassoblarni va Xotandagi yaqin yurtdan kelgan musofir qassoblarni chaqirib kelib, odam o'ltirishga buyurdi. Qassoblar xandak levida turib, odamlarni bo'g'izlab, xandakka ittiraverdi. Shu qatim 4 tuman odam halok bo'lgan bo'lsa kerak. Qadrli kitobxonlarimizga bu xil qirg'inchilikdan texmi ko'p paketlarni ko'rsatib bera olamiz. Chunki bizning tariximiz bu xil qirg'inchiliklar bilan to'lib ketgan. Qon hidi, odam ustixonlari Tarim vodisining hamma yerini qoplagan edi. Uyushqoq, yanguchi, aqlliq ma'nolarga ega, xosiyatlik nomi bor Uyg'ur xalqimi bir uchum mazhabchi, boylik xumar, huquqparast, urushparastlar tarafidan urush qaynamaga majburiy so'rab kirildi. Xalq
o'z hayotig'imi kepillik qilolmaydigan, ertasigimi ishonch qilolmaydigan bo'lib qoldi. Әші бір uchum razil shaxslar o'zining shaxsiy manfaati, parog'atlik turmushi uchun millatni, xalqni, vatanni, kelgusini, avlodlarni puchak pulga arzimas shaxsiy manfaatiga setvatdi. Uyg'ur diyori halokatga yuzlandi. 1678 yildan 1685 yilgacha Jungarlarning Uyg'urlarni istilo qilish urushlari bo'ldi. Aqtaqliqlarning daisi Abba Xo'ja Dalay Lamaga bosh urib madad tilishi bilan fursat kutayotgan Jungarlar Saidiya Uyg'ur davlatiga hujum qildi. Abba Xo'janing aqtaqliq mordlari ichidan maslashdi. Şunun bilan Jungarlar g'alaba qilib, Uyg'urlarni o'z hukmronligiga oldi. 1755-yili Qing sulolasi Shimoliy Shinjongni istilo qildi. 1759-yil Qing sulolasi cho'ng kichik xo'jalarning to'polonini tinchitib, Shinjongni o'z hukmronligiga oldi. Qari tağlıq vatanparvarlar aq tağlıq düşmanlarını yo'qotish uchun Qing sulolasining g'alaba qilishida ichki jihatdan moslashib zo'r to'hpalarni qo'shdi. 1765-yili Uchturpan Uyg'urlari qo'zg'olon ko'tardi. Bu mashhur jigdi yig'ilqi bo'lib, Qing sulolasi g'alaba qilgandan keyin barliq aholini qirg'in qilib tugatdi. 1803-yili Yusuf Xo'jadan foydalanib, qo'qonliklar parokandachilik soldi. 1820-yildan 1828-yilgacha Jahongir Xo'janing ko'p qatimliq to'poloni bo'ldi. 1845-yil Qashqarda Uyg'ur va Qirg'iz dehqonlar qo'zg'olon ko'targan. 1847-yili 7 xo'ja to'poloni bo'ldi. 1852-yili Valixon to'ra 4 qitim besib kirib, nurg'un qirg'inchilik qilgan va jallodlik qilib, necha kalla munora yasagan. 1854-yili Qashqarda dehqonlar qo'zg'olon ko'targan. 1857-yili Atush Miskan ishchilari, Mamtili boshchiligida Kuchar dehqonlari, Xotanning bir qism yezlaridagi dehqonlar qo'zg'olon qilgan. Valixon to'rimi to'polon ko'targan. 1858-yili Qashqarda bir qatim dehqonlar qo'zg'olon ko'targan. 1860-yil yakanda 1862-yili Xotan, Kuchar, Baylarda qo'zg'olon bo'lgan. 1864-yili Kucha dehqonlari qo'zg'olon ko'tarib, g'alaba qilgan hamda Rashidinxon hokimiyati tiklangan. 1864-yili Xotan dehqonlar qo'zg'olon qilib g'alaba qilgan hamda Habibullah hoji hokimiyati tiklangan. 1864-yili el xalqi qo'zg'olon ko'tarib g'alaba qilgan hamda el sultonligini qurgan. 1864-yili Sidiqbek Qashqarni ishg'ol qilgan. 1865-yili Qo'qonlik Qo'shbegi Yoqubbek Aqtog'liqlardan Buzruk Xo'jani o'ziga qalqon qilib Qashqarga kirgan. Ham Aqtog'liq xo'jalar Buzruk Xo'ja uchun ularni qo'llagan. U Qing sulolasi tarafidan yo'qotilgacha har xil urush va qirg'inchiliklar bo'lib turgan. 1871-yili Chorrosiya Qing sulolasi bilan tuzilgan to'xtam bo'yicha eli sultonligini ishg'ol qilgan.
1875-yili Çin sulolasi qo'shinlari Shinjongga yurish qilgan. 1878-yili Çin sulolasi butun g'albini qo'lga keltirib, Janubiy Shinjong va Urumchi, Turpan rayonlarini ishg'ol qilgan. 1881-yili Çin sulolasi Qaraxon, Char Rossiya Oqqonga 70 ming kvadrat kilometr zimin va 5 million 900 ming sar kumush urush chiqimi to'lab, elini qaytarib olgan. Yuqorida ko'rganimizdek, nurg'un qo'zg'alang ham to'polanglar bo'ldi. Xalqning g'alaba qilgan, mag'lub bo'lgan davrlarmi bo'ldi. Ammo keng xalq ommasiga hech bir manfaat nasib bo'lmadi. Chunki xalq intayin töven ang saviyada bo'lgani uchun faqat chirik mustabid hokimiyatni og'dirishni maqsad qilgan bo'lib, konkret nishon bo'lmagan. Ularda maxsus hokimiyatchilikni tushungidek saviya, siyosiy programma tuzgidek iqtidor bo'lmaganlikdan g'alba mevasi ha deganda bir uchum so'pi zoid Xo'ja Eshonlarning qo'liga tushib ketdi yoki shular tarafidan foydalanib ketildi. Xalq ikki so'pilar mazhabining murtlarga aylanib ketgani uchun bir taraf qo'zg'alan qilsa, ikkinchi bir taraf ularga qarshi turdi. Natijada hukmronlar Uyg'urlarning o'z yig'ida o'z go'shini qo'ridi. Saidiya Uyg'ur davlati davridan boshlab Aqtog'liq va Qartog'liqlar hokimiyat yurgizsa yoki hokimiyatga ta'sir ko'rsatilsa, ikkinchi bir tarafni qattiq qirg'in qildi. Agar bir mazhab xalq qo'zg'aloni bilan hokimiyat tiklasa yoki qo'zg'alonga ishtirok qilsa, ikkinchi biri ularga qarshi maydonda turdi. Masalan, Aqtog'liq xo'jalarning rahbari Qartog'liqlar ta'siridagi Saidiya xonligini yo'qotish uchun Dalay Lamaga bosh urib, Jo'ng'arlarni boshlab kelib, murtlarni ichki jihatdan moslashtirib, Uyg'ur xalqini Jo'ng'arlarga qul qilib berdi. Qartog'liq xo'jalar bo'lsa, Jo'ng'arlar va ularning homiyligidagi Aqtog'liq xo'jalar hokimiyatini yo'qotish uchun Çin sulolasiga yo'l boshladi. Qartog'liq xo'jalar shu xizmatlari uchun Uyg'ur zaminida Wang, Kong mansablarga erishib, bir mazgil xalqni ezib, farog'atlik turmush kechirdi. Qumul Wanglari, Kucha Wanglari, Turpan eli xo'jalari shularning misoli. Va murtlari ichki jihatdan moslashdi. Gerçi Kucha va Xotin qatorliq joylarda hokimiyat tiklangan bo'lsa-mu, xalqqa naf elib kelolmadi. Bu haqda tarixchi Molla Musa Sayrami afsuslangan holda Kucha xo'jalardan Rashidin xo'jam degan Mavlana Arshidin Valining mazarda duo talab bilan yotgan. Hech kishi bilan aralashmaydigan va darvish tariqasida umr o'tkazayotgan bir odam edi. Oq kigiz ustida o'ltirg'izib, burunqi sultonlik qoidasi bo'yicha xonlik taxtida o'ltirg'izdi. Bu shaharlarda noiti ko'p g'azina, mulk, qurol yaroqlarga ega bo'ldi. Noiti ko'p g'azina to'plandi. Bularning hammasi to'liq Muhammad Yaqubbek otliq g'ozining qo'liga tushdi. Ular shunchalik davlat hukumatga ega bo'lib, nurg'un mol-mulk to'plagan chog'larda ya o'zining biror urug' tuqqan qo'yashlarga rahim va shafqat qilib baxmidi, ya biror duogo'y ahli fazil va hunarvallarga kangri in'om va ihson qilib, ularning mol dunyoga bo'lgan ehtiyojidan chiqmadi.
ya birər quduq östəngi körük saldırıb yaxşılıq qılmadı, ya məscidxanaqa bina qılıb köl quduqlarını kolutub, vəxbə əşyalarını toxtatmadı, nəmunu əsər qaldırmay, nam nişansız ketdi. Ulardan heç bir nəmunu yadikar yoki yaxşı iş baqi qalmadı, dəb lənət oquydu. Alimning bayoniga qaraganda, bu xil la'natga yana Xotan podshoyi Habibullah hojimi duchor bo'lib, u xalq inqilob qilib, hokimiyatni elib, podshohlikqa o'ltirg'izsa, o'xshashla xalq uchun qilchimi yaxshi ish qilib bermasdan, g'azinaning oldi bilan badavlatning, keyin Ching sulolasining qo'liga o'shqi bilan tushib ketishiga sababchi bo'lgan. Eli sultanlıqını aytsak, 10 yillik hayotida qancha sultan almashdi, shuning o'zili kupoyi. Valixon To'raning qilmishini ko'rsak, Valixon To'ram Qashg'arni muhosara qilib, qishloq va kentlarni qo'lga kirgizib, 4 kalla munar yasabdi. Munarning egizligi 12 gaz, miqdori keladi deydi. Lekin uning o'zi bang chekish, hayosiz ishlarni qilish va qon to'kishdan hech qanday o'zini tortib ehtiyot qilmaydi ekan. Xalq e'tiqod qilgan xo'jalar mag'lub bo'lib, O'rta Osiyoga qochqanida qirg'inchilikqa, yanala ozodlikqa, barobarlikka intilgan. Barobarlik odamdek yashash uchun kurash qilgan xalq qonliq qirg'inda qoldi. Eli qaytirib olinganda 50 necha ming Uyg'ur aholisining yurt makonini tashlab, Char Rossiya doirasidagi O'rta Osiyoga ko'chishi. Rossiyalik Kurpatkinning Qashqariya nomli kitobida yozgan jungoliklar bu voqeani g'o'jilar yig'iliqi deb ataydi. Bu vaqaning natijasida 20 ming tutun, ya'ni 100 ming kishi Ching sulolasining o'ch elishidan qo'rqqanidan Qashqar, Yakan va Oqsulardagi yurt makonlardan ayrilib, g'o'jalarning kaynidan taqqa chiqib ketdi. Bu qitimqi qoch-qoch 1-oyda yuz berdi. Shu kunlarda shivirg'an aralash qattiq qor yog'ayotgan bo'lib, bu och yalang'och kambag'allarning ko'pchiligi iz deraksiz yo'qolgan. Bu voqealar har qitimliq qo'zg'alonlar ham qo'zg'alon mag'lubiyatidan keyingi qattiq qirg'inchiliklar bo'lganligini to'liq isbotlab beradi. Haqiqat shuni aniq ko'rsatib berdiki, garchi xalq qo'zg'alib mustabid ham chirik hokimiyatni og'dirishni ko'zlasimi, ularda ashu zulmni yo'qotishdan o'ziga nishon bo'lmagan. Ularda biror siyosiy programma bo'lmagan ham bo'lishimi mumkin emas edi. Chunki xalqda unchalik iqtidor bo'lmagan. Ularda biror siyosiy nishon, o'rtaq e'tiqod bo'lmagani uchun qon to'kib inqilob qilsimi, birlashalmasdan bo'linib yashab, bo'riga yem bo'lgan. Ularning qisqa hokimiyatlari, qo'zg'alonlari mag'lub bo'lgandan keyin xalq yanama qattiq dishvorchilikqa duchor bo'lgan, jumladan yurt makonini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Char Rossiya elini Ching sulolasiga o'tkazib berganda, Ching sulolasining o'ch elishidan ansirgan aholi Char Rossiya territoriyasiga ko'chdi. Molla Musa Sayrami bu paytda shaharni saramjon qilgandan keyin 7 shaharda 40 ming cherik turg'izishga hukm qildi. Lekin elini egallagan chaqda 1 milliondan ortiq odamni halokatga giribdor qilgan edi. Nurg'un odam taraf-tarafga qechib, eli atrofida odam guruhi oz qoldi desa, Xaqon mansabdorlari bu 7 shaharda
төрәмге yar bo'lgan yoki төрәмнің ishini tutib xizmat qilgan odamlarni izlab tepib o'ltirib ularning chorva mol va ziminlarini o'lji qilib 10 mingdan ko'proq xotin qiz va o'g'il rasida narisida bolalarni o'lji asir qilib u taraf Lanjo o'lkasi bu taraf ili cho'chakka elib berib Xitoylarga topshirib va xizmatiga tutib berdi deydi. Davomi bor.